voy, mani bolamda men kutgandaqa natija bo'lmayapti. Individualniy yondashaman deb aytuvdingiz. Shunchaki ota-onalar hozirgi zamonda shunday bo'lib qoldiki, ishlashga e'tibor qaratilgan, pul topishga e'tibor qaratilgan. Bolani hech qachon sinfdoshlarini yoki o'qituvchini oldida tanbeh bermayman-da bolaga. Bolajonlarimiz bilan suhbatda o'tkazganimda ularga ota-onalar mehr yetishmayotganligini istagan. Protsessning ichida har bitta bolaga yakama-yakka yordam beramiz. Agar unda fundament bo'lmasa, yuqorisi ming o'rgatding, bu foydasi yo'q. Shuning uchun bu fundament shakllanishi uchun biz bolaga imkoniyat berishimiz kerak. Nargiz opa, yana bitta Feruz aka bo'lsa dedi. Maktabingiz gullab yashnaydi. Ichki ishlarda ishlaymiz yoki qanaqadir yana boshqa organ sohalarida ishlaymiz degan xayollar. Bizda o'zimizni xohishimiz, o'zimizni istagimiz, biz kimgadir o'zimizni qiyoslamaymiz. Biz o'zimiz bitta oila. Assalomu alaykum. Men Sindar va Nargiza Abdumajidovna, Davis xalqaro maktabining asoschisi va rahbariman. Bugun sizlar bilan, ustozlarimiz bilan birgalikda maktabimizdagi holatlar yoki maktabimizga qanday ustozlarimizni kelgani haqida to'liq ma'lumotlar olib gaplashamiz. Hozir ustozlarimizni qisqacha sizga tanishtiraman va ustozlarimiz o'zi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ham psixologimiz va ingliz tili ustozimiz Gavhar Maratovna, zamdirektor va huquq ustozimiz Feruz. O'zingiz haqida Feruz to'liq ma'lumot berib tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Men Nurmatov Feruz Sunatuvoyevich. 91-yilda Navoiy viloyat Navoiy shahrida tug'ilganman. Simlagim ekan. Pedagogik sohaga 2016-yilda qadam qo'yganman. Va 2016-yildan beri hozirgacha shu faoliyat bilan shug'ullanib kelaman. Undan oldin Navoiy viloyati Karvana tumanida ishlaganman. Keyingi faoliyatimiz 2026-yildan boshlab Toshkent shahriga ko'chdi. Va hozirgi kunda Davis International maktabida zamdirektor sifatida faoliyat yuritib kelaman. Gavhar sizga. Men Gavhar Maratovna Qodirova, hozirgi kunda ingliz tili o'qituvchisiman hamda psixologman. O'zim avvalambor bu sohaga kirib kelishim juda qiziq bo'lgan. Juda ko'p yo'llarni bosib o'tdim. Asli kasbim o'qituvchi bo'lishiga qaramasdan, lekin bu o'qituvchilik kasbidan orada baribir voz kechganman. Biznes sohalariga kirib ketdim, turli xil yo'llardan o'tdim. Umuman olganda har xil bosqichlarni bosib o'tdim. Va o'ylaymanki, hozirgi kunda mana shu o'qituvchilik kasbim bekorga menga berilmaganligini tushundim, chunki 10 yil davomida psixologiya bilan shug'ullandim. Psixologiya bilan shug'ullanishimga asosiy sabab nima ekanligini bilsam, qarasam bu yerda bolajonlarimiz bor ekan, shu zor bo'lib turgan qora ko'zlar bor ekan, mana shu narsalarni tushunib yetganman. Va bu yerga kirib kelishimning tarixi juda ham qiziq bo'lgan. O'rtoqlarim qayt sohangga, o'zing sohangga qayt, biznesni nima qilasan, ayol kishiga bu to'g'ri kelmaydi, undan ko'ra o'zing sohangga qayt deb qayta aytishgandi. Va shu borada mayli deb quloq solishni boshladim. Oyimlar qancha aytishardi, turmush o'rtog'im aytishardi va o'rtoqlarim professorskiy, hattoki PhD'lar yo'qlab, ular yuqori darajaga ko'tarilib, bolajonlarga juda katta yordamlar tekkani uchun o'zim havas qildim. Va bilasiz, siz oldingizga kelib, bolalarim sizda o'qirdi. Menga birorta ingliz tili o'qituvchingizdan bering, tayyorlanay, IELTSga degan paytimda surishtirib, bir-ikki suhbatimizdan keyin menga shunaqa o'qituvchi kerak, Gavhar, keling, undan ko'ra men oldimga keling, shu tajribalaringiz baribir bor, o'zingizda bolalarni o'qitgansiz deb taklif bildirganingizdan keyin men rozi bo'ldim. Chunki nimaga? Baribir o'sha qaror qabul qilgandim, o'qituvchilik sohasiga qaytaman deb. Va qaytganimdan afsuslanmayman hozirgi kunda, chunki bolajonlardagi ko'rgan natijalarni ko'rib baxtdaman, quvonchdaman, ko'zim quvnaydi ularni ko'rib. Va nafaqat til bo'yicha. Ingliz tili o'z yo'ligadir, lekin mana shu 10 yil davomida o'qigan, o'rganganlarim psixologiyadan juda katta ish berganligiga o'zim hayratlanib o'tiribman, chunki ayni bolajonlarim juda ham ko'p mehrga zor ekanligini ko'rdim. Nima uchun? Bu ota-onalar yomonligidanmi? Yo'q, undan emas. Shunchaki ota-onalar hozirgi zamonda shunday bo'lib qoldiki, ishlashga e'tibor qaratilgan, pul topishga e'tibor qaratilgan va o'z navbatida mana bu частный, mana shu xususiy maktab bog'chalari ochilib, bolani bemalol berib o'zi ishlash mumkin
deb ota-onalar shunchaki ozroq bo'lsa-da noto'g'ri fikrga borib qolishgan. Chunki baribir bersam baribir shu mehrim-ku mani, pul topishim, deb o'ylashadi. mana shu deb o'ylashadi, mehrim deb o'ylashadi. Lekin ko'p bolajonlarimiz bilan suhbatda o'tkazganimda ularga ota-onaning mehri yetishmayotganligini his qilganman. Va bugungi kunda xursandman, hozirgi kunda ham psixolog, ham o'qituvchi bo'lib ishlayotganimdan va eng zo'r narsa til o'rganishda psixologiya juda muhim ekanligini tushundim. Albatta. Chunki kimdir aytadi, mana bugun nimaga tilni yaxshi o'rgana olmaydi, mana bittasida bor, bittasida yo'q. Chunki har bir shaxs individual. Har biriga individual shaxs sifatida qaralsa, uni tushunsa, qayerda kamchiligi bor, qayerda ko'pchiligi bor, shu narsalarni tushunsa, bemalol xohlagan tilni o'rgatish mumkin ekanligini tushunib yetganman. Va bu tajribani to'g'risini aytsam, qisqa vaqtda oldim. Qisqa vaqt ichida 10 yillik tajribani oldim. Hozir ana shu yerdagi mana shu qisqa vaqt ichidagi olgan tajribangizni masalasiga hali yana qaytamiz, chunki men o'zim bu endi unaqa nima desam, bu meni o'zimning fikrim. Birovlarning fikriga unaqa qila olmayman. Kim nima desa desin, lekin men o'zimning fikrimda hali yana aytib o'taman, qaytamiz. Feruz, mana sizni bilasiz, bizda administratsiya bo'lsa ham o'tirmaymiz, o'zimiz dars beramiz, o'qituvchilarni tekshiramiz, boshqa. Именно sizni dars o'tishingizni ham men maqtab eshitganman. O'zim ko'rib aminam bo'lib kelyapman. Sizni ishlash stilingiz ham menga yoqayapti. Shu men o'zimda oldimda kelajakda ko'ra olyapman sizni. Shu ishlashingiz davomida qanaqa texnikalar qo'llaysiz va sizni mana shu ishlash usulingiz va uslubingiz boshqa zamdirektorlardan, boshqa huquq ustozlaridan nimasi bilan farq qiladi? Agar sir bo'lmasa, qo'yaylik. Yo, sir emas, uni hech qanaqadir sirlik joyi ham yo'q. Mana buncha boshqa maktablarda zamdirektorlari, o'qituvchilar qator o'qituvchiman, faqatgina mani bitta nima deydi, prinsip deydimi? Men bu maktabga birinchi kelgan paytimda o'zi частный, ya'ni xususiy maktablarda faoliyatimni boshlashim masalasi bu birinchi maktabimda. Undan oldin частный maktablarda ishlamaganman, faqatgina davlat maktablarida ishlaganman. Men o'ylaganman birinchi bu maktabda bolalar bilan qanaqa munosabat qilish kerak, qurish kerak. Qaradim, misol uchun birinchi kelgan paytimda bolalarni o'rganganman birinchi. Bularga nima kerak? Bularga birinchi navbatda oldida agar erkak kishi bo'lsangiz, hech bo'lmaganda aka bo'lib turishingiz kerak. Ayol kishi bo'lib o'ylaydigan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda opasi bo'lib turishingiz kerak oldida. Shunday. Shunaqa tomonni ko'rdim. Men hozir o'zimizni mana o'quvchilarimiz bilan to'g'ri joyi kelgan payt tanbeh beradigan joylarim bo'ladi, lekin shunaqa vaqtlar keladiki, aka-uka sifatida o'tirib gaplashadigan joyimiz bo'ladi. Dars jarayonida ham birinchi navbatda tartibga e'tibor beraman-da. Ya'ni tartib bilan bola o'tirib, diqqatini bir joyga yig'a olsa, qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar, huquqmi, ingliz tilimi yoki matematikami farqi yo'q. Qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar, bolaning diqqati bir joyda bo'lsagina aynan o'sha fanni o'rgana oladi. To'g'ri. Diqqat tarqoq bo'ldimi, u qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar, ming o'sha fanga qiziqsa ham diqqat tarqoq bo'lsa o'rgana olmaydi baribir. Men bolani diqqatini jamlashga harakat qilaman birinchi navbatda. O'sha qo'lida kitob bormi, interaktivniy doskalarimiz bor, misol uchun slaydlar yoki videoroliklar bilan qo'yamiz. Aynan o'sha ko'rayotgan narsasiga e'tiborini qaratishini xohlayman birinchi navbatda. Shu narsani talab qilaman va shundan kelib chiqib dars o'taman. Endi asosiy fishka deymizmi, balkim shudir. Balkim. Da. Sizda-chi, Gavhar? Boshqa ustozlardan farqlari. Yo'q, mana именно sizni o'zingizni mana bu boshqalardan farq olib borasiz. Darslarda o'tishda nima farqingiz bor deb o'ylaysiz boshqalarga nisbatan? Chunki mana haqiqatan sizni natijalaringiz yaxshi. Men o'quvchilarni kuzatyapman. Uyda o'tirib kameradan kuzatgan joylarim bo'ladi. Uni sizlar ko'pchilik hamma aytmayman, bugun buni darsini kuzataman, buni darsini. O'sha ko'rgan vaqtlarimda aynan bu natijalarga erishishda nima farqi bor? Yoki hamma qatori o'qituvchisiz, prosta bilmadim endi. To'g'risi, o'zim dars o'tayotganimda o'zimda baribir bu narsalarni o'zimda sezmayman. Lekin meni bitta katta yutug'im bor.
har bitta ustozga e'tibor berib qarayman, har bitta ustozni Kuzatasiz. kuzatamanda. Qani kim qanaqa texnikani qo'llasa, kimda qanday natija bo'ladi. Va ularni kamchiligini emas, yaxshi tomonlarini olishga harakat qilaman. Va ularni shundoq shablon qilib olmayman. Ustiga yana qo'shasiz. Ustiga qo'shaman. Bor narsani, texnikani ustiga qo'shaman. Nimaga? Chunki texnika hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Mani bitta katta yutug'im bolalar bilan individual, ya'ni ularga individual shaxs sifatida qarayman. Chunki kimdir tez o'rganadi, kimdir qo'rqib turadi, kimdir uyaladi, kimdir hayajonlanadi. Bitta o'tilgan darsni hamma har xil qabul qiladi. Men darsda o'tganimdan keyin imkon qadar har birini oldiga bir bola men yonimga chaqiraman, nimani tushundi, nimani tushunmadi, nima qilsam, qaysi texnikani qo'llasam bunga yetib boradi, qaysini qo'llamasam yetib bormaydi. Va ko'p holatlarda juda tez ilg'aydigan bolalarni alohida joy ajrataman ularga. Ya'ni agar xonamizga 3 ga bo'lingan bo'lsa partalarimiz, birinchi partaga mana A, B, C qilib bo'lib qo'yganman. A partalarda tez oladiganlar va tez mashqni bajaradiganlar va imkon qadar hamma narsani ilib olib, testlarda ham yuqori ballarni oladiganlar. B qatorda o'rtacha va C hammasi qatorda bo'lgan va ularga test berib, bitta A ga B ga o'tkazganman. Hozirgi kunda 3 ga bo'lingan bizaniki va shunday qilib motivatsiya beraman ularga. C dagilar A ga o'tishga motivatsiya beraman. Ularga rag'bat nima? Ularga maqtasangiz, ularni biron bir yutuqlarga erishgan paytlarida qo'llab-quvvatlab tursangiz va ozroq bo'lsa to'g'ri konfetchalar ishlataman. Goh vaqtida chunki bolachalar bo'lganliklari uchun ular juda ham yaxshi ko'radi. Zvezdochkalar, har xil interaktivniy o'yinlar, ular o'yinlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Agar o'zingizlarni ko'rsatsanglar, mana bunday yutuqlarga erishsanglar, men bugun mana bunday o'yin qilib beraman sizlarga deb ma'lum bir o'yinlarni ham tashkillashtiraman. O'shani bolalarni qiziqishiga qarab yondashasiz. Har birini qiziqishiga umumiy olmayman hech qachon. Mana shu yerda bitta savol beraman-da, mana bo'lgan voqea o'zimizning maktabimizda. Voy, mani bolamda men kutgandaqa natija bo'lmayapti. Individualni yondashaman deb aytuvdingiz degan gap bo'ladi-da. Men o'shanaqa shu savolni bergan ota-onalarga hayron qolaman. Individual yondashuv deganda faqat bolani ertalabdan kechqurun bitta o'zi bilan ishlash nazarda tutilmaydi-ku. To'g'rimi? Protsessning ichida har bitta bolaga yakama-yakka yordam beramiz. Lekin bu degani individualni faqat ertalabdan kechgacha agar bolani bilimi juda past bo'lsa bittalab ishlaymiz degani emas-da. Mana shu narsaga nima qaraysiz? Shuni nima deb qaraysiz shu narsaga? Ota-onalarni shu narsani tushunishini xohlayman. To'g'ri, individual yondashishga muhtoj bolalar bo'ladi. Lekin ommaviy holatlarda mani bolamga individual yondashishni xohlagan bo'lardim deganda, bu degani ota-onalar juda tez kutadi natijani. 2 oyda kutadi, 1 oyda kutadi. Yarim yil bermaydi bizga. Yarim yil, 1 yil, to'xta. Qancha bu holatga bolang tug'ilganidan beri misol uchun ZPR bo'lib tug'ilgani bor, misolda, borda. Umuman bog'chaga bormagan bola bor. Maktabda 1-2 ni o'qiyapti-da, 3-sinfda bizga kelyapti-da, kitob ochmagan boladan birdaniga 3-sinfda narsa, xatoda. Mayli 2 oy desa ham, u 1 yilda ham undan talab qilib bo'lmaydi. Haqqimiz yo'q. Chunki u 1-sinf, 2-sinfda u ma'lum bir bilimni bazani ola olmagan. Hech qachon baza shakllanmadimi? Ya'ni fundament, uyda fundament bo'lmasa yuqorini qurib bo'lmaydi. Xuddi shunaqa yiqilib tushadi. Yiqilib tushadi. Xuddi shunday bolaning ham tarbiyasida ham, uni bilimida ham agar unda fundament bo'lmasa, yuqorisi ming o'rgatding, u foydasi yo'q. Shuning uchun bu fundament shakllanishi uchun biz bolaga imkoniyat berishimiz kerak. Mana bo'lmadi-ku, o'xshamadi-ku deb bu maktabdan bu maktabga sakratganda u foyda bo'ladi deb o'ylaydi. Go'yoki, lekin naborat bolani sindirib qo'yadi. Men o'zim bu maktabga birinchi kelgan paytimda bir bolacha bilan suhbatlashganman. Bir bola shunaqangi yig'lagan, 3-sinf adashmasam 4-sinfmidi bilmayman. Yig'ladi shu bolacha. Fikrlash doirasi juda ham chiroyli, psixologik gaplashganman u bilan. Fikrlashlari juda ham chiroyli, tez oladi, o'qishlari juda ham a'lo, lekin o'qigisi kelmaydi bola. Nimaga shunaqa bo'lib qolgansan? Salga yig'laydi bola. Nimaga shunaqasan desam, men deydi 1 yilda 2 marta maktab almashtiraman. Yoki har yili maktab almashtiraman. Nimaga desam, "Yo, men ota-onamga yoqmaydi, senda natija bo'lmayapti" deydi, boshqa joyga o'tkazib yuboradi deydi.
Sanga nima yomonlik tomoni bor? Maktablar hammasi bir xil-ku. Unga o'tding nima, bunga o'tding nima desa, nimaga deydi? Men bitta maktabda o'rtoqlarim bor deydi. O'zaro til topishganman men ular bilan deydi. O'qituvchimni yaxshi ko'raman deydi. U o'qituvchidan bu o'qituvchiga men yosh bolani fikrlashini qarang. U o'qituvchidan bu o'qituvchiga o'rgangunimcha, do'stlashgunimcha qancha vaqt o'tadi. Endi o'rgangan paytimda yana boshqa joyga ketaman deydi. Lekin shuni ota-onalarimiz ko'pchiligi tushunmaydi. Afsuslar bo'lsin. Unaqalar oramizda juda ham ko'p bir yilda 2 martalab. Yo bu meni maktabimga tegishli ili boshqa maktabga emas, bu umumiy jamiyatimizdagi bo'layotgan kamchiliklar deb qarashlaringni so'ragan bo'lardim. Bu ozgina kichkina kamchilik emas. Bu katta kamchilik, globalniy kamchilik. Da, shunaqa katta crucial topic. Suhbatlashish olib borganimni natijasi ularroq aytaman va boshqa tashqariga chiqmayman. Aynan shu o'zimizning maktabda. Shu o'zimizning maktabda mana 200 dan oshiq misolchi bolalarimiz bo'ladigan bo'lsa, 60%, 70% bilan gaplashdim. Aynan mana shu oilaviy muammolar bo'yicha. Endi ko'p shunaqalarimiz ko'p. Keyin Feruz kecha mana iminni siz yana bitta maqtab qo'yay, faqat shishib ketmang. 11-sinflarimiz juda maqtadi sizni. Nargiz opa, yana bitta Feruz aka bo'lsa dedi. Maktabingiz gullab yashnaydi. Siz kelmay uyingizda uxlasangiz ham bo'ladi dedi. Yo'q, mana shu bolalarni o'zingizga qanday qilib jalb qildingiz, qanday qilib qiziqishini o'qishga uyg'otdingiz, 11larimizda kecha mana 11larimiz bilan gaplashganda men ularda dunyo qarashini, fikrlashini eshitib, men o'zim shunaqa o'zgarganiga, hozir borda shunaqa Suhrob deganlarim bor, Muhammad Amin deganlarim bor, 0 kelgan. 10-sinf bola kelgan, shu darajada kitob ochmagan, o'qimagan. Hozir hammasini qo'lda sertifikati bor. O'qishga kirishga o'sha tayyor turibdi-da, o'sha o'qishga kirib ham qo'ydi qayerlargadir. Mana xabarim bor. Xabaringiz bor. Lekin mana o'shalar aytayapti-da, demak shu bolalarda o'sha fikrlashi o'zgardi-da. Yana bitta Feruz aka deyapti. Siz bolalar bilan qanaqa qilib ularni o'zingizga jalb qildingiz, qanaqa qilib qiziqtirdingiz? Bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Men Nargiz opa 10 yillik tajribatimni hisobga oladigan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, bundan oldin ishlagan maktabim, ya'ni o'sha Navoiy viloyatidagi maktabim ham hudud jihatdan og'irroq hududda joylashgan maktab bo'lgan. Har xil muhitda katta bo'lgan, oila farzandlari bo'lganda, xususiy maktabda asosan nima deydi, o'ziga to'q oila farzandlari o'qiydi. Bularga yuqorida aytganimdek nima kerak? Eng minimum aka yoki opa kerakda. Mehr kerak. Mehr kerakda. Meni yana bitta namonim bor. Bu narsani to'g'risi balkim armiyada xizmat qilganligim uchun shu tizimga o'rganganmanmi bilmayman, chunki disiplina armiyada bitta narsa bor. Hech qachon hammani oldida kimnidir kamsitib, kimnidir haqorat qilib, unaqa holat bo'lmaganda, men xizmat qilgan paytimda yana shunaqa holatda xizmat qilganmiz. Hozir maktabda ham men shunaqa narsa qilaman. Misol uchun xato qilmaydigan inson yo'q. O'quvchilar ham qanaqadir holatda xato qiladi. Balkim darsga kechikib keladigan holati bo'ladi. Nimandir, ya'ni vazifani qilmaydigan holati bo'ladi. O'qituvchilarimiz misol uchun joyi kelgan paytda chaqiradi, boraman. Bolani hech qachon sinfdoshlarini yoki o'qituvchini oldida tanbeh bermayman-da bolaga. O'zini alohida olib chiqaman. Qiz bolami, o'g'il bolami farqi yo'q. Alohida olib chiqaman-da, alohida o'zi bilan gaplashib, tanbeh beradigan bo'lsam ham o'ziga beraman. Tushuntirishim kerak bo'ladigan bo'lsa ham o'ziga tushuntiraman. Hech qachon hech qaysi bolani, men o'sha Navoiyda ishlaganimda ham xuddi shunday bo'lganman. Bironta o'quvchini, o'sha o'qituvchilar yoki sinfdoshlarimni oldida tanbeh bermaganman. Har doim o'ziga individualni o'tirib tanbeh berganman. Bu maktabda ham xuddi shunday. Endi masalan, menda endi ana boshqaruvchi sifatida menda qizim senga aytaman, kelinim san eshit metodikasini qo'llayman. Masalan, qaysidir o'qituvchimni urishim kerak bo'lsa, uni emas sizni urishaman. Siz eshittirib. Ili Mohirani, ili Luizani, shunaqa qilaman-da. Ili men ham shunaqasiga o'tishim kerakmi? O'ylab qoldim hozir. Shunday. Yo'q, har bitta odamni men to'g'risi juda bir psixologiyani yaxshi bilmayman. Juda qiziqmayman o'zi psixologiyaga to'g'risi, lekin bitta narsani bilaman, insonni har bitta insonni o'zini meni bor-da. Chunki men o'zimdan bilaman-da. O'quvchini, masalan, o'quvchilarda mana bu kamchiligi mana aylanaman-ku, aylanib chiqqanimda ko'rsam,
men o'qituvchingni jazolayman. Siz mana yaxshi qaramagansiz, siz yaxshi o'qitmagansiz deyman. Voy, o'qituvchimga indamang deydi-da. Men bilmayman, qayerdadir sizniki to'g'ridir, qayerdadir meniki to'g'ridir. Balki ikkalasini balans qilish kerak edi. Balans qilsa ham bo'ladi, to'g'ri, lekin bitta narsa hozir yuqorida aytganimdek o'sha har bir insonning o'zini meni bor. Bu narsani o'zimdan kelib chiqib aytaman-da, chunki nimadir kimdir nohaq gapirib qo'ysa yoki hammani oldida qanaqadir bir gap gapiradigan bo'lsa, menga yoqmaydi u narsa. O'zimdan kelib chiqqan holatda misol uchun shu narsani qolganligi ham yoqmaydi deb hisoblayman-da. Конечно, xudo xohlasa, o'z bizada o'zi nohaq gapiriladigan gapni o'zi yo'q. Yo'q, bizani tizimda, yo'q, bizada maktabda demoqchi emasman, biz umuman aytmoqchiman. Umumiyda bor. Ko'cha holatidami deymizmi yoki qarindoshlar, oilaviy holatda qanaqadir nohaq. Lekin bola psixologiyasida haqiqatdan 20 ta bolani ichida bittasini ursangiz, ketdi. Shunaqa. Ketdi. U bolaga yomon ta'sir qiladi. Unga uni keyin qancha motivatsiya bersangiz ham, nima qilsangiz ham yana o'z holiga qaytarishimiz rostdan ham qiyin masala. Qiyin bo'ladi. Anchagina cho'kib qolganidan keyin uni yana o'sha o'zini qadrini sinfdoshlarining oldida tiklab qo'yish bizga ham qiyin bo'ladi, o'ziga ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun hech qachon birovni oldida, ya'ni sinfdoshlarimning oldida urishga harakat qilmayman. Balki shudir yutug'ingiz. Balkim shu yutug'im bo'lishi. Gavhar, sizga savolim. Mana chet elga kirgan o'quvchilarimiz bor. O'sha o'quvchilarimizni yoki mana yaxshi o'qiydigan o'quvchilarimiz ham bo'lmasin, chet elga kirish darajada bilimi bor, lekin ular oilaviy, muhiti tarafli, qadriyatlari tarafli, lekin chet elga ketmayapti. U o'quvchilarda qanaqa sifatlari bor deb o'ylaysiz? Mana o'qiydigan haqiqiy tirishqoq, harakatchan o'quvchilarimizda. Ular qanday sifatlarga ega? Bunday o'quvchilarda asosiy 3 ta sifat bo'ladi. Avvalambor ularda intizom bo'ladi, qat'iyat bo'ladi, hamda harakat bo'ladi. Ya'ni intizomi bor o'quvchi, qat'iyati bor, hamda harakati bor o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, o'zida ularda juda katta grandiozniy maqsadlar bo'ladi. Maqsadini qo'yadi, intizomga tushib oladi, qat'iyat qaror qabul qiladi va harakatda davom etadi. Qolganlarchi nima? Qolganlarda bunaqa narsalar yo'qmi? Qolganlarda o'zi nima xohlayotganligini bilmaydi. Hali tayyor emas. Hali tayyor emas. Aynan bu o'quvchilar allaqachon tayyor bo'lib bo'lgan. Bular o'zini yo'lini bilishadi va o'zi nima xohlayotganligini biladi. Mana shu o'zi nima xohlayotganini bilgan har qanday, nafaqat o'quvchi, har qanday inson o'zini yo'lini o'zi tanlay oladi. Va ular harakatdan to'xtamaydi. Eng asosiysi shu. Ko'pchilik harakatdan to'xtab qoladi. Sababi nima? Sababi nima qilayotganligini o'zi bilmaydi. O'zi nimaga harakatlanyapti? Mana shu. Ularning kamchiligi shu. Harakatlanish nimaga ekanligini va oxirida nima ularni kutib turganligini bilmaydi. Siz ham direktor sifatida, o'rinbosar sifatida shu savolga qanday javob bergan bo'lasiz? Savolingizga qaytarib o'tamiz. Ha, yo'qsirib o'tiribsiz. Shu joyda xayol surib qoldim to'g'risi. Bilimli, chet elga o'qishga kirgan o'quvchilarimizda qanday alohida sifatlar bor boshqalarga nisbatan? Bilimli, chet elga o'qishga kirgan o'quvchilar. Не только chet elga kirgan, o'zimizda mana bor-ku, Rayona, Zumrad o'qishga harakati bor, bilimi bor. U o'quvchilarda mana o'qimaydigan o'quvchilarga nisbatan qanday naqasi bor? Ajralib turishimi, sifati bor? Qanaqa sifatga ega ular? Aynan yuqorida sanab o'tgan o'quvchilardan kelib chiqqan holatni aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda tarbiya. To'g'risida, chunki xalqimizda bitta maqol bor. Siz imенно ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarsizda, shuning uchun tarbiyaga taqaysiz. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda tarbiya. Chunki o'zbek xalqida bitta maqol bor, qush uyasida ko'rganini qiladi. To'g'ri. To'g'risida. Men bu gapim bilan misol uchun boshqa o'quvchilar qanaqadir boshqacha holatda yoki boshqacha muhitda katta bo'lyapti demoqchi emasman. Lekin aynan yuqoridagi o'quvchilarimizda birinchi navbatda tarbiya. Shuni hisobiga bolalarda e'tibor, diqqat, ma'lum bir narsaga erishish xohish kuchli. Shunaqa o'quvchilar bor. Ular oldin o'yinqaroqlik bilan, keyin bosh bo'yiga borib tekkandan keyin, "Ya to'xta, men bunaqa narsa qilishim kerak edi-ku, men bu natijaga erishmoqchi edim-ku, oldinda men bunaqa maqsadim bor edi-ku" deb o'ylab qoladi-da. Bolachalikdan sekin chiqishni boshlaydi. Ko'pchilik ana shu bolalikdan chiqish qiyin. To'g'ri, bolalik kerak. Bolalik oltin davr.
no hamma narsani me'yori bo'lgani kabi bolalikda ham me'yori borda. To'g'ri. Chunki hamma narsa men shunaqa hisoblayman, hamma narsada me'yor bo'lgani yaxshi. Albatta. Me'yor bo'lmasa bu balans buziladi. Hayotda Albatta. balans buziladi. Albatta. Mana O'zi shu- biznesda ham hamma narsada balansni teng ushlash kerak. yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim qo'rqish to'g'risida. Bunday bolalarda eng asosiy kuchli sifatlardan biri bu qo'rqmaslik, ya'ni xato qilishdan qo'rqmaslik. Bular har bir xatoni o'sish deb qabul qiladi. Boshqa bolalar nima bo'lar ekan, qanday bo'lar ekan, bo'lmay qolsa-chi, qila olamanmi? da qila olmay qolsam-chi, ertaga oxirini o'ylashadi. Bunday bolalar men harakat qilib ko'raman, qolgani Endi qo'rquv bor bolalarni ham tushunishimiz kerak. Ularga individualniy podxod qilish, endi individualniy deganda yana bitta ishlash nazarda tutmaymiz. Ularga baribir podxod boshqacha yondashishimiz kerakda. Ularning bolalikdagi qo'rquvlari ham bularni kelajagiga ta'sir qilib kelyapti-ku. shunday. O'shani tushunish kerak, tushuntirish kerak, ota-ona bilan birga ishlashimiz kerak. Aynan shuning uchun ham darslarda men shunga e'tibor beraman. Bola bilan ishlayotganimda avvalambor ularni qo'rqmasligi uchun shunaqa atmosfera yarataman, bemalol suhbat qurishlari uchun, bemalol gapirishlari uchun. Darsdan ko'ra ko'proq ta'lim va tarbiyaga e'tibor beraman, tarbiyaga e'tibor beraman. Undan keyin va har bir bolada qanaqadir kamchilik bo'lsa, men ham urushaman, lekin orqasidan uni yaxshilab chiroyli qilib siypalayman. Men seni juda yaxshi ko'raman bolam. Men seni urishdim. Sen nima deb o'ylaysan? O'zidan so'rayman. Nima deb o'ylaysan? Seni yomon ko'rganimcha urishdimmi deyman. Yo'q deydi o'zi. Nimaga unda urishdim? Yaxshi bo'lish uchun urishdingiz. Ko'rdingmi bolam? Sen yaxshi bo'lsang, yaxshi o'qisang, senda o'zgarish bo'ladi. Xuddi shunday yondashganimda o'zgarishlarni ko'rishni boshlaganligim uchun, va men buni bolalar oldida qara, men buni yutug'i nima uchun yutug'i bor deb o'ylaysan? Chunki aytganimni qildi. Agar sen ham shu yerda yana uzr gapingizni bo'ldim. Bitta gapni aytgimki, mana urushdi-da. Bir xil o'qituvchini urishsa, sharpa ota-onaga yetib boradi. Mana bir xil o'qituvchi yotqizib ursa ham agar yetmaydi. Mana o'qituvchilar, mana shu yerda bu yer o'qituvchilarga tegishli. O'qituvchilar ko'zlaringni ochinglar, bolani urishgandan keyin orqasidan chiroyli sipalab qo'yishni ham o'rganinglar degan bo'lardim. Bu rost, haqiqat. Hech qaysi ota-ona bolasini o'qituvchi urishgani uchun jahli chiqmaydi. Chunki bola baribir xohlaymizmi, yo'qmi, sal xato ham yetkazib borishi mumkin-da, ota-ona deydi, reaksiya qiladi. Lekin o'qituvchi aktyor bo'lsa, o'qituvchi haqiqiy ona bo'lib chiroyli rolini mahorat bilan bajarsa, o'quvchi o'sha o'qituvchini tushunib, ikki qo'lini ko'tarib, hech qanaqa lishni gapsiz chiqib ketadi. Shu yerda gapingizga qo'shimcha qilaman. Ona bo'lib, haqiqatan ham darsda men buni o'quvchi, kimnidir farzandi deb emas, o'qituvchi va u bilan individualniy suhbatlashayotganimda ustoz bo'la olaman hamda ona bo'laman. Albatta. Onasidan balkim oladi shu mehrni, yetarli bo'lmayotgandir balkim deymanda, ona qanchalar mehr beradi, o'sha mehrni beraman. Va natijasi haqiqatan ham meni qoniqtirdi. Keyin mana shunaqa natijalar olyapsizlar. Masalan, Feruz, muvaffaqiyatga erishgan bolangizni yutug'ini ko'rganda sizda qanaqa his-tuyg'u o'tadi? Muvaffaqiyatga erishgan o'quvchi bu har bitta o'qituvchi uchun umuman boshqacha hissiyot bu. Men qanday ta'riflayman? Men uni u hissiyotni ta'riflab bera olmayman-da, to'g'risi, chunki osmonda o'chasida cho'qqiga chiqqanidan keyin, ma'lum bir yutuqqa erishganidan yo siz ko'zlagan, oldingizga qo'ygan maqsadni bajarib, o'sha vazifani bajarib, deylik o'qishga kirish yoki sertifikat olish yoki qaysi boshqa davlatda qanaqadir kattaroq grant yutib olishi, bu narsani eshitasizda umuman 7-osmonda emas, 12-osmonda yuraman-da. Unaqa paytda hamma o'qituvchi ham xuddi shunaqa bo'ladi-da. U hissiyotni ta'riflab berish qiyin, u boshqacha hissiyot umuman. O'sha paytda o'qituvchi bo'lganimga, aynan shu kasbda ishlayotganimga faxrlanib ketaman, chunki men o'zi aslida huquq yo'nalishini bitirganligim uchun boshida shu 2016-yilda o'qituvchi bo'lish degan planimiz bo'lmagan, chunki har bitta erkak kishida ichki ishlarda ishlaymiz yoki qanaqadir yana boshqa organ sohalarida ishlaymiz degan xayollar, xayolimizda mayor, polkovnik bo'lib pensiyaga chiqib yuramiz degan xayollar bo'lgan, lekin charxpalak mana Xudoga shukr qilaman, nolimayman, o'qituvchiman. Aynan shunaqa paytda o'qituvchi bo'lganimga Xudoga shukr qilaman. Faxrlanaman o'sha paytda. Sizda qanaqa bo'ladi? Albatta bu baxt. Haqiqatdan ham buni mana yaqin
oxirgi kunlarda o'zim ham his qilib buni man tasvirlab bera olmayman. Bugun ertalab ham mana bugun ertalab soat 5:00 da menga SMS jo'natishdi. Ota-onalardan minnatdorchilik, shunaqa chiroyli qilib ta'riflab minnatdorchilik bildirishgan ekan. O'zimda menga minnatdorchilik bildirishganligi uchun emas, rahmat aytishganligi uchun emas, shu bolada shu natijani ko'rib itlarim jimirlashib ketdi, to'g'risi agar buni qilib aytadigan bo'lsam. Bu avvalambor nimaga? Bolada birinchi ko'rganingizda unda qo'rquv bo'ladi, gapirishga uyalishlar bo'lardi, o'zini ko'rsata olmaydi, ocha olmaydi bo'ladi va aynan mana shu holatlarni kuzatib ular yo'q bo'lganini, bartaraf bo'lganini ko'rganimdan keyin qo'rquvlari o'z-o'zidan yo'qolganligini va bemalol gapiraverayotganligini ko'rganim uchun bu men uchun katta baxt va yutuq hisoblangan va men bularni ko'rdim. Ichimda shunaqa qandaydir bir holat uyg'ondiki, bejizga kelmagan ekanman. Demak, shuncha bolalar siz keraksiz. Kerak bo'lgan ekanman degan xulosalarni chiqarganman. Bolani yutug'i, bolani o'ziga ishonib gapirishi va shu narsalarni yenga olgani, qo'rquvlarni yenga olgani menga katta, bu уже eng katta natija hisoblandi menga. Haqiqatdan ham. Endi men mana shu yerda meni jamlay. O'zimni fikrimda mana Feruzni muvaffaqiyati, Gavharni muvaffaqiyati, Zohid, Nurislom endi o'qituvchilarimiz ko'p. Nachalka hamma o'qituvchini har bittasini o'quvchisi muvaffaqiyatga erishganda menda yana ham shukurim ko'payadi. Nima deyman? Mana shu o'quvchilarni muvaffaqiyatga erishishiga sababchi bo'lganim uchun, shu narsaga meni Alloh yetakchi qilganligi uchun shukur deb o'zimdan o'zim faxrlanaman, to'g'risini aytay. Endi bilmayman, balki xatodir, o'zidan o'zi faxrlanish degan narsa, lekin men rostdan o'zimdan o'zim faxrlanaman. Shu narsaga sababchi bo'ldim, shukur debdi. Bu narsa baribir haqiqatdan buni emotsiyasini xuddi aytganingizdek odam 7-osmonda uchib yuradi. Ta'riflashga til ojiz deydi-ku. O'zi natijalar ham shukur ortidan bo'ladi. Xuddi shunday shu natijalarni ko'rganimda minnatdorchilik, quvonch paydo bo'ldimi, demak, senga yaratgan ekan buni ko'paytirib beradi. Yana beradi, yana. Shukronalik, minnatdorchilik bu hayotimizdagi eng katta narsalardan biri. Chunki shukur orqasidan yana barakasi bor deyiladi. Ish qilib faxrlanib qo'yaman, yana kibrga kirmadim, lekin ana xatodir ham deb o'ylaysizda bo'ladi. Yo, lekin faxrlanib shukur qilaman. Aytaman, shuni sababchisi bo'ldim, mayli. O'shanga o'zimni hissamni qo'shdim. Bo'lsa aslida u natijani men sababchi bo'lganim bilan o'zim borib o'tirib dars o'tgan bo'lmayman-ku. Lekin baribir qaysidir ma'noda o'sha kelib Nargiza, "Mani natijam chiqdi" degan kuni u bola bilan birgalikda quvonishda bu boshqa narsa. Har bitta ota-onani rahmati, ota-ona Nargiza, "Sizga rahmat" deb yozganda ham yana ham quvonib ketasizda, odam bu boshqacha narsa. Keyin Feruz endi mana ota-onalarga mana ustoz sifatida tarbiyaviy ishlarni ko'p olib borayotgan inson sifatida siz ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ota-onalarga bitta maslahatim bor. Ko'proq maktab bilan aloqada bo'lish. Men shunaqa ota-onalarni bilaman, hattoki kelmaydi ham, so'ramaydigan ota-onalarni bilaman. Telefon qilsangiz ko'tarmaydi. Telefon qilsa ko'tarmaydigan. Shofyori keladi, olib ketadi. Shunaqa. Bitta narsa, farzand birinchi navbatda erishgan yutug'imi, kamchiligimi bo'ladigan bo'lsa, birinchi ota-onasiga bildirishni xohlaydi-da. To'g'risi, men juda ko'p guvohi bo'lganman. Misol uchun o'zim Navoiyda ishlagan paytimda huquq fanidan, tarix fanidan repetitorlik qilgan paytim, o'quvchilarim institutga kirgan, yoki ichki ishlar litseylariga kirgan paytda, sertifikatlar olgan paytda menga birinchi telefon qilmaydi-da. Birinchi ota-onasiga telefon qiladi-da. Har bitta o'quvchi ham, maktabda o'qiydigan o'quvchi, har bitta u boshlang'ich sinf o'qituvchisimi, o'quvchisimi, yuqori sinf isbotlagisi keladi. Hammasi ota-onasiga birinchi. Nima uchun? Chunki har bitta farzandda bitta narsa bor, ota-onasiga loyiq farzand bo'lish xohishi bor va ota-onasi aynan o'sha o'zini farzandi bilan faxrlanishni xohlaydi. To'g'ri. Ota-onalar birinchi navbatda maktab bilan ko'proq aloqada bo'lsa, ya'ni farzandini qachon kelyapti, qachon ketyapti, qaysi fandan qanaqa baho oldi, qanaqa vazifasini berdi-yu ustoz qaysi vazifasini bajarmadi, ko'proq aloqada bo'lsa, shunda ham o'qituvchida mas'uliyat ko'payadi. Albatta. Ham o'quvchida mas'uliyat ko'payadi. To'g'ri. Qo'shilaman. Rostdan ham ko'p ota-onasi kelgan, ota-onasi ko'p kelib turadigan
roditellardan qo'rqib turadi-ku ustozlari, to'g'rimi? Shu narsa. Sizni fikringiz, siz nima degan bo'lardingiz ota-onalarga? Ota-onalarga bolani bahosi bilan baholamaslikni Da. aytgan bo'lardim. Ularni qo'llab-quvvatlashlarini va boshqa bolalar bilan taqqoslamasliklarini. Men har doim bolalarga aytaman, o'zlaridagi kamchilikni ko'rib, ko'p bolalar yig'laydi. Nimaga yig'laysan desa, qilolmadim, eplolmadim. Keyin men ularni taqqoslab beraman, kim bilan? O'zi bilan taqqoslab beraman. Men har doim ularga aytaman, san hech qachon o'zingni bu o'rtog'ing bilan taqqoslama. Hamma har xil rivojlanadi bolam. Mana sen 0 bilan keluvding, endi o'sha payti 2 oy yoki 1 yil oldingi, aytaylik, gulandonni oldi, 1 yildan keyingi gulandonni hisoblab solishtirib ko'r. Qanaqa natijasanda. Ana o'shanda ko'rsatsa, haqiqatdan men oldin men buni bilmasdim ustoz, bugun men buni bilaman. Ana shunday o'zini solishtirganda ularda yutuq borligini, ko'zlari quvonganligini ko'rganman. Xuddi shunday ota-onalarga ham shu narsani maslahat beraman. To'g'ri. Hech qachon boshqa bolalar bilan solishtirmasliklarini va bosim bermasliklarini. Chunki qo'llab-quvvatlangan bolagina rivojlanadi. Agar ota-onalar tomonidan bola qo'llab-quvvatlansa, ularni ko'p eshitsa, gaplashsa, bolaga san qil mana buni deyish ham shart emas. To'g'ri. Faqat ko'p gaplashish bola bilan, muloqotga kirishish, ularga bosim qilmasdan, taqqoslamasdan turib, men senga ishonaman bolam. Eng asosiysi shu, ishonchda. Agar bola shu narsalarni tinmasdan eshitadigan bo'lsa, bolaga hech qanday unga tepasida turish ham, uni majburlash ham shart emas. U o'zi bilib o'qib o'rganib ketadi. Shuni maslahat beraman. Ko'proq suhbatlashishsin. Albatta. Feruz, qisqa qilib aytganda, bizning maktab tochka davom ettirasiz. Nomer 1 maktab. Deydi. Eng asosiysi shunaqa, men uchun shunaqa hozir. Boshqa xususiy maktablarni to'g'risi bilmayman hali deng. Yo, bilaman, unaqa kuchli darajada emas. Bitta ikkitasidan xabarim bor, lekin solishtirib qaraganimda nomer 1 maktab. Har tomonlama. Anaqa sizda Gavhar, bizning maktab. Bizni maktab nafaqat bilim. Bizni maktabda bolaga shaxs va rivojlanishga yordam beradi. Shunisi bilan farqlanadi. Balkim bordir, kuchli bilim berib, tepasida turib, faqat bilim berib, qanaqadir zo'r grandiozniy natijalar bilan chiqarayotgan maktablar bordir, bilmayman. Men taqqoslamaganman boshqa maktablar bilan. Lekin men shuni bilamanki, aynan mana bu yerda maktabda farzandlarimiz bilan, bolalarimiz bilan suhbatlashganimizda bizda shu narsaga katta e'tibor qaratiladiki, administratsiyamiz, ayniqsa biz psixologlarni ham, oddiy psixologni o'zim ham shetda vaqtab qo'yaman. Oddiysi emas, ya'ni farzandlarimizni, bolalarni shaxs sifatida rivojlanishiga katta urg'u beriladi. Mana shunisi bilan farqlanadi biz. Ya'ni biz farzandlarimizni lider bo'lib o'sishiga, lider bo'lganda boshqalarga hukmronlik emas, ya'ni o'zini hayotini lideri bo'lishiga, o'zini boshqara olishga undashiga. Har bitta, chunki kirganda ham, chiqqanda ham mana o'zim e'tibor beraman, siz kirib suhbatlashib ketganingizda ham shunga e'tibor berasiz. Bolam, mana bunaqa bo'l, bunaqa bo'lma, ya'ni tarbiyasiga ahamiyat berasiz. Men Feruzni ko'p suhbatini eshitganman, misol uchun bularni ham. Haqiqatan hozir gapirgan gaplarida har birida jon bor. Bu har bir insonni ularga gapirgan gapida berayotgan ta'lim tarbiyasida shaxs sifatida rivojlanishga katta urg'u berilayotganligini his qilganman. Nimaga? Bittagina misol bilan aytaman. Bizda mana bunaqa ozroq muammosi bor bolalar ham bor. ZPR misol uchun bolalar bor. Kelganida hech kimga qo'shila olmagan, hech kim bilan gaplasha olmagan, faqat baqir-chaqir, bir chekkada turgan, hattoki o'zini ushlay olmaydigan, uni xabarlaring bor hammani, o'zini ushlay olmaydigan bolalar bugungi kunda o'shalar bilan suhbat olib borilganda va ularga individual yondashilganida bugun shu narsani guvohi bo'ldim mana. Shu bolachalarni kelganiga mana hali 1 yil bo'lgani yo'q. O'zini boshqara oladi. Men darsga kirishim bilan birinchi sinfda yana bitta bolachamiz bor. Tak deydi. Nimaga unaqa deysan desam, men har kirganimda nimadir to'paloq qilsa tak der ekanman. O'shani ilib olgan ekan. O'shani o'zi katta narsa. Shunday. Yana boshqa o'qituvchi kirib keldi, o'zini sinf rahbari, "Baraka topkurlar, keldingizmi?" der ekan.
Nimaga unday dedi desam, o'zidan o'qituvchidan so'rasam, har doim o'quvchilarga baraka topkurlar, nimaga qilmadinglar dedi. Qarang, shu so'zlarni o'rgangan. Va hozir bola shunday qarayman, qarashim bilan jim o'tirishim kerakmi ustoz deydi. Lekin vaholanki bu so'zlarni bilmas edi bola. Absolyutno. Va u faqat darsda o'tirgan paytida baqir-chaqir qilardi. Albatta boshqalarga xalaqit bermaslik uchun ko'proq unga alohida bizada o'qituvchilar bor. Ular qarab turishini va ular bilan alohida shug'ullanishga e'tibor bergandik. Aynan shuning uchun ham mana shu yerda yutug'imiz deb o'ylayman. Bolalarni, farzandlarimizni shaxs sifatida rivojlanayotgani va lider, o'zlarini hayotlarini lider bo'layotganligidan farqlari bor deb o'ylayman. Ya'ni boshqa maktablardan shu bilan farqlanadi. Rahmat. O'zi lider deganda ko'pchilik o'ylaydi, mana bu ota-onalar ham lider boshqaruvchi. Yo'q. U lider degan hamma narsani boshqaruvchi emas. O'zini professiyasini, o'zini shaxsini boshqaruvchisi bo'lish ham bu lider. Bizani maktabimiz ijrochilarni emas, liderlarni yaratadi. Bu birinchisi. Bizarning maktabimiz bu dunyosi bor, o'zi dunyocha, bitta oila. Planeta. Alohida planetacha. Ha, mana bizada o'zimizni xohishimiz, o'zimizni istakimiz, biz kimgadir o'zimizni qiyoslamaymiz. Biz o'zimiz bitta oila. Shu sizlarga katta rahmat, tashakkurlar bildiraman. Ustozlarimga hamisha ta'zimdaman. Sizlar meni oldimda borliklaringga shukr qilaman. Chunki sizlardek hamkasblar bilan ishlash bu juda ham maroqli, ishonaman. Ko'nglim tinch, qayergadir ketsam ham, kelmay qolsam ham, bog'chada bo'lgan kunim ham ko'nglim tinch. O'zini ishini qilyapti, bu o'zini ishini qilyapti deb o'sha o'ylamaydigan davrga kelganman. Boringlarga shukr. Sizlarga katta rahmat. Siz ham doim sog' bo'ling. Shu maktabni 15 yil, 20 yil, 50 yilda ham nasib, xudo xolasa. Xohlasa shu o'quvchilarimizni katta yutuqlarini nishonlab, yanada ko'proq o'quvchilar chiqarib, yanada shu jamiyatimizga, xalqimizga foydasi tegadigan o'quvchilar chiqarishimizda siz ham har doim yonimizda turing. Rahmat, ilohim shunaqa bo'lsin.